Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? 1.30 ga to'sin tashlasa ham ko'taraverar ekan mana. Bassalari hamma to'singa qoqilgan. Oldingi videolarni ko'rsatganman. Qorovulxona la yo'natgani relslarni quydirib qo'ydim. Maret yo'lak bir yo'lasi tashga qilib qo'ydik. Endi ko'tarma pol qilib beramiz bag'ini, suppa qilib. Duvorlari ashibka bo'ladi, gipsokardondan, pataloylari ham gipsokardon bo'ladi. Xudo xolasa bitish holatlarini ko'rsatib boraman. Polni qoqishda shu tagiga обязательно shuni beringlar. Rels quydiringlar. Bo'lmasam pol keyinchalik o'ynab qoladi. Ko'p Instagramlarda kuzatyapman ustalar. Mana semonni quymasdan polni g'isht tepasiga bo'lmasam beton shlaka bloklar nimalar tepasiga stoyka qo'yib yuborishyapti. U bari cho'kib ketadi bu pol. Arzimagan narsa ketadi. Bitta xonaga hozir endi bunga stashga quyganmiz u. Bitta xonaga ketsa 100 kilo. Bo'lmasam 70-80 kilo semon ketadi. 20 qilib quydirasizlar, tepasiga stoyka berib yuborishaveradi. Shunaqa xizmat zarur bo'lsa aytaverasizlar. Sog' bo'linglar.